Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Birinchi o'zingiz tanishtirsangiz, shu kompaniyada necha yildan beri ishlaysiz va qanaqa ish bilan shug'ullanasiz? Ismim Karimjon. Bu kompaniyada hozir mana 3 yil davomida ishlab kelyapman. 3 yil. Bu kompaniyada ish joyim minorali ekran operatori bo'lib ishlayman. Xo'p, Karim aka, nima uchun aynan Ukaset kompaniyasini tanlaganingizni yoki shu kompaniyaga kelish tarixingizni ayta olasizmi? Mana bu kompaniyani tanlashimga asosiy sabablardan biri bu yerdagi olib borilayotgan ish faoliyatlarini, mana qurilish yo'nalishidagi ishlarni sifatli darajada bajarilishi hamda ishchi xodimlar bilan yaxshi munosabat o'rnatilgan. Xo'p, Karim aka, quruvchilarga nisbatan sharoitlar qanaqa va ular jamoaviy munosabatlar sizlarda qanaqa? Quruvchilarga yaratilgan sharoitlarga kelsak, bu yerdagi barcha ishchi xodimlarga alohida e'tibor qaratiladi. U qanday ish bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilinadi, xavfsizlik texnika qoidalariga rioya qilgan holda ish tashkil qilinadi. Ishchi xodimlarni o'z vaqtida maoshlarini to'liq ta'minlanadi. Oziq-ovqat ta'minoti ham juda yaxshi. 3 mahal issiq ovqat tashkillashtirilgan. Zo'r. Uzoq yaqindan kelgan ishchilarga alohida yotoqxonasi mavjud. Albatta, bunaqa sharoit bo'lsa, hamma ishchi mazza qilib ishlaydi. Albatta. Shu ish faoliyatingiz mobaynida eng esda qolarli voqea bo'lganmi? Sizda birorta kulgili? Albatta. Bundan oldingi Sakinat loyihamizni 10-etajini yopish jarayonida eng oxirgi plitani olib chiqqanimizda rahbariyat tomonidan bizga minnatdorchilik sifatida mukofot taqdim qilingani esimda qolgan. Kutilmaganda mukofot taqdim etildi. Kutilmaganda. Zo'r. Xo'p, Karim aka, qarang. Hozirgi ish faoliyatingizdan o'zingizni qo'yingiz to'lyaptimi? Albatta. Shuning uchun ham bundan keyingi bu kompaniyani katta loyihalarda Xudo xohlasa nasib qilgan bo'lsa, ishtirok etishga harakat qilamiz va bu kompaniyalarga ishonganim uchun hatto o'zimni maktabni bitirgan farzandlarim ham shu yerda yonimda faoliyat olib boradi. Juda ham zo'r. Hali siz bu kompaniya bilan ancha ish faoliyatini yuritish niyatingiz bor. Albatta. Rahmat sizga katta savollarimizga to'liq javob berganingiz uchun. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi ishlang. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.